qismiga ovoz beryapmiz. Xonam ozgina isib qolgan, chunki batareyani yoqqanmiz, lekin xonamda eshik yo'q bo'lganiga barcha issiq havolar o'sha ko'cha tomon ketyapti. Shuning uchun sezgan bo'lsanglar kerak, ancha ko'cha ham isib qoldi. Endi havolar isib qoldi. Uncha sovuq emas, chunki men batareyam yoqilgan va eshik ochiq. Shuning uchun rahmat deylar va kommunal uchun menga kartamga 5000 so'mdan 10,000 so'mdan 500 mingdan yuborgan. Aydab tomonidan o'zbek tiliga o'girildi, ovoz berishda Ro'mariy va Ilhom ishtirok etdi. Qadrli X. Joynomlari, voqealar va qahramonlar o'ylab topilgan, har qanday o'xshashlik shunchaki tasodif. Lekin bunday qahramonlar hayotda ham mavjud. Minnatdorman. Ehtiyot bo'ling. Katta rahmat. Yaxshimisiz? Qahvaxonani tashlab o'g'rini ushlagani ketdingizmi? Doim shunday qilasiz. Nima aqldan ozganmisiz, janob? Hech nima bo'lgani yo'q-ku. Unda politsiyaga ishga kiring. Oy, oshirib yuborma. Bo'ldi, endi boraver. Ba'zan men o'sha kunlar do'zaxning eshigini qanday ochganini o'z ko'zim bilan ko'rgandekman. Ajin va o'sha erkakning uchrashuvi o'zi tasodifmidi yoki Xudo ularga ajratgan taqdirmi? Ko'rishguncha. Mayli. Kelasi haftadan ishga chiqaman. Menimcha qo'shimcha ishga kirishga hali erta. Hozir hech nima haqida o'ylashni istamayman. Yangi xonadon. Mana, manzilini ko'rib ol. Maktabgacham juda ham uzoq, shuning uchun do'stimnikida yashab turaman. U yerda hech kim yo'q. Bemalol u yerda. Yo'q. O'z uyimga boraman. Lekin qayerdaligingni biladi va yana kelishi aniq. Yana sendan pul talab qilish uchun Men unga doimiy ravishda pul to'lab boraman. Va u boshqa bunday qilmaydi. Eng yaxshi yo'li shu.